G'ishli domdan 4 xonali birinchi qavatda joylashgan, balkonlari 2 ga 6 lik katta balkon, oldida, orqasida ham огороди bor. Qaranglar. Bu birinchi xonani ko'rinishi, ikkinchi xonani ko'rinishi, uchinchi xonani ko'rinishi, to'rtinchi xonani ko'rinishi, 2 metrga 6 metrlik katta balkondan bu 5-xonani ko'rinishi, ya'ni kuxnyani olib balkonga olib chiqilgan, kuxnyani o'rni yana bitta xona bo'lib qolgan. Oldini ko'rinishini ko'rsating. Mana shu joy ham xonadonga tegishli. Bemalol mashina qo'yib qo'ysanglar bo'laveradi. Uyimizni ko'ryapsizlar, remontini 50 ga 50 qilib qo'ygan, aboyga tayyor holatda turibdi. Sanuzelimizni ko'rinishi Chilonzor 23-kvartal, 4 xona, 5 xona qilingan birinchi qavatda, oldida, orqasida огороди bor uyimizning narxi $86,000. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilib aloqaga chiqsanglar, ozroqgina kelishtirib beradigan joyimiz ham bor.